Şəhərin şovqun suronlarından çərçəb, həyatın hər xil muammalarından xarıb, işdən bolsun, başqa nərsədən bolsun, bəzi bir paytlar qaçıb getginiz kelərdi. Tınç, salqın, sayaz, sakın, ana şunday bir sular taşıb turgan, bir adam bir məzza qılıb kislorodqa boy bir yerlərdə adam oturub damağan kelərdi. Qarmaqlarda, spinniklərdə alıb, bazara barıb, dehqon bozordan turli tuman xarajatlarni etib, do'stlar bilan, og'aylar bilan, qo'shnilar bilan, xullas, o'zingiz ko'nglingizni kimni yoqtirsangiz shunday insonlar bilan kelib o'tirib dam oladigan yer bor. Gurlanda Hasan Husayn chertaklari daryo bo'yida, Amudaryo bo'yida desa, hamma biladi. Sizlar uchun 7 dona chertagimiz bilan xalq xizmatida. Bu yerda sharoitlarni aytib o'tadigan bo'lsak, qozon tovoq deysizlarmi, bu yerda o'choq deysizlarmi, mangali, bu yerda mana suv ham bor, svet ham bor. Her bir chertakka xolodilnik qo'yildi. Aytgan xarajatlaringizni muzga hisob qo'yasizlar. Xullas kelasizlar, faqat tasib o'tirasizlar. Mana tushaman desangizlar, daryoning suv toshib turibdi. Qarmoq qo'rasizlarmi, baliq ushlaysizlarmi? Istalgan bilan hamma sharoitlar bor. Nerda deganlarga telefon nomerini qoldiraman. Egalar bilan gaplashib kelasizlar, o'tirasizlar. Videoni charchab, qorib, qani jo'ra og'alli, qachon bizlar ham dam olamiz degan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar.